Cobalt kalotkasini Audi'ga qo'ysa nima bo'ladi? Audi RS6 ning bitta kalotkasi bizning Cobaltnikidan juda katta farq qiladi. Bu kalotkalar 800 gradus darajagacha issiqda ishlaydi. Cobalt esa nari borsa 200 gradus. Oddiy kalotkalar shahar ichida odatiy tezliklar o'rtacha qizishlarga mo'ljallangan. U arzonroq materialdan tayyorlanadi. Audi RS6 esa 600 ot kuchidan oshadigan, maksimal tezligi 300 dan o'tadigan super crossover. Shunday maxluqni to'xtatish uchun maxsus o'ta baland issiqlikka chidamli kompozit materiallardan tayyorlangan qalin va keng kalotkalar ishlatiladi. Chunki tormoz diski juda katta, narxi ham yer bilan osmoncha. Endi tasavvur qiling, Audi'da Cobalt kalotkasini diskka ishqab, atigi bir necha kilometrda eritib yuborishga qodir. Har bitta supportda 10 tagacha tormoz Porsche'lari bor. Demak, bunda sifat juda muhim. Shunday sifatli Mansuro kalotkalari inomarkalar uchun eng premium keramik kalotkalardan tortib to hamyonbop metalik versiyalargacha topasiz. Bu kalotkalarda issiqlikni effektiv tarqatib yuboradigan maxsus kanallari bo'ladi. Undan tashqari ular to'laligicha ovozsiz ishlaydi. Biz bilan bog'laning.